rasmga. Ha, bir rasmga olib video qilib bara shunday bir chetdan aylantirib maqlasan, keyin amir qilib to'g'ri qilasan. Qobog'ini yomon bo'ldi. Rahimlash. Vay insonlarni ko'tar. Bugun mana qishlog'imiz eng bir nomdor chobog'ni, Jo'llar chobog'ini dasturxon ustiga, chobog'lar suhbatiga biz ham qo'shilib qoldik. Mana yuqoridan Qizilnar qishlog'idan Chori chobog'on, Jo'llar chobog'in o'zlari, Qo'yzakdan Xurram chobog'on, Rahmon chobog'on, Mashaydan Chori Toshboy, Chori chobog'on taklif qilingan ekan, shular davrasiga bular o'zlarini mana shu yigitlik davriga ko'kkori san'atini eng oldiga peshqadam shu amalga oshirgan chavandozlari desak, sababi ko'p yillar shular bilan zangiyo'lash bo'ldik. Surxondaryo bo'ylab, Qashqadaryo bo'ylab, ko'p korlarga chopdi, shular zo'rlik qildi. To'ygalarini ham ayirdi, katta zotlarga ham ayirdi. 5-6 ham ayirdi, xullas ayirdi. Jo'llan chobog'ini shu davraga borgan paytlariga aytardi. Bugun Amirqulda otman 2 ayrishim kerak, Mulla Yo'ldoshda otman 2 ayrishim kerak. Buni oti bilan 3 ayrishim kerak deb 8 ni shamollab bo'lardi, 7 zot ayirardi. Zo'rlik shuncha bo'ldi. Mana Qizilnordan Chorakka ko'p yil zo'r bo'ldi. Yo'llarni qo'ldan ko'p ularni tortib, yo'ldan chog'onni ko'p og'ir sanolarni Chorakka tortib olib ketib ayirdi. Hozir ikkovlar dardlashib sanjirdi, iymon Chorakka mana Chori Toshboy Qizilamda qo'ydi, tahallul. Sayroq, Qashqadaryo to'ylariga istagan zotini ayirgan joylar. O'zlaridan ham yaxshi ot chiqardi, nomdor otlarni ham sotdi. Xurram chobog'on juda bir zo'r bo'lib chiqdi ekan. Mana o'zlari turibdi. Xurram aka bir to'yga qo'llarini mayib qildi, qo'llari sindi. To'yga keyin juda katta bir boyimiz bor, Surxonga. Shu To'rani bo'lgan to'yiga bordik. Shu to'yiga Xurram aka qo'llar singan, bir qo'llar to'ygasini tuyani. Abdurazzoq Turmanni oti. Abdurazzoq Turmanni oti. Men ham shunga guvohman. Hammamiz guvoh.